Assalomu alaykum aysholar. Assalomu alaykum mashina ayshkalar bordingizlar, tinchsizlar, uyingizda bordi yurishga, chayingizlar qaynata, issiq suv, muzaq suv, отоплениялар ishlar. Qayoqda отопление? Batganda отопление degan so'z yo'q. Yaxshilab so'rasang do'stim. Qanday namolar? Bishkekka keldikmi? Keldik. Bishkekni ko'rdinglarmi? Ko'rdik. Aylandinglarmi? Aylandik. Ha, birdemga javob oldinglarmi? Jedik. Ne dedinglar? Bishkek ichadinglarmi? Shashlik yedinglarmi? Samsa yedinglarmi? Andan ne dedinglar? Kelganingizga pushayman dediga. Jigitlar kelsinglar, mayli, boshqa tema ketdi. Birdemga qancha ichib oldinglarmi? Ichdik. Ne, limonad ichdinglarmi? Fanta ichdinglarmi? Dushat ichdinglarmi? Andan ne ichdinglar? Boshqa kelmaysiz deb ant ichdik. Tegile balalarımda seriyozun durayla qarasana bağırdığı bizi tanıydı da biz Batken'in uyat kıvaşız gerek. Seriyozun durgular. Yok. Seni kim tanıydı? Süper Info'ga bir yolu süretіңір çıkan yok. Ölüp keteyin agar. Kıtı yerden bir yolu reklamang berilgen yok. Даже bayakı diskin sırtında da süretіңір yok. Biroq dostum, жақсы товар reklamaga muhtaç emas. Do'stum, qayoqda tovar söyleysiz? İkide problem var do'stum. Problemamız uşu dedi. Barınca içmiriz. Aytavereymi? Aytır. Sloshka qizni tashab ketdi. Ayas tashab ketdi. Tashab ketdi. Birdeki qilsan kerak tashqa. Hech narsa qilganim yo'q. Hech narsa qilganim yo'q. Hech narsa qilganingga tashab ketdi. Birdeki qilish kerak edi. Ha? Do'stlar, hozir ko'rgan beyingizlar Batkenda TikTok'da o'tiladi. Batkendagi ayshovalar o'z suyukli qizlarini Aishwarya Ray deb erkalatishgan. Batkenga boshlaydi. Ona bizda Batkenda qanot Bishkekka kelib adashib qolib, Batkenga taksini topmasdan izlab yurgan kez ko'ringizlar. Gaga. Kim bor? Kim bor? Taksi qayta keladi. Yordam bergilar. Kim bor? Yordam beringizlarchi. Javob. Aka. Assalomu alaykum Aysho. Aleyküm. Ne bakıp duruyorsun? Adashib qoldim. Adashib kaldım. Kalktan geldin? Batkendan. Batken'den? Yordam berchi, yuragim. Ay, yuragim. O Batkenci jürek sol jakta. Kecha o'rikdan tushib ketgan yuragim o'ng joqqa o'tib qolganda, yordam berchi. Gel, ben sana yardım berem. Yerdeş ekanmiz. Batken taksiler kalktı, adashib qolibdir. Hurmatli qizlar, esingizlar bo'lsa futbolni top bo'lingizlar. Mana shunday yigitlarning bari sizlar orqangizdan churqashadi. Alamiy yigitlar, sizlar esingizlar bo'lsa, varataris bo'linglar. Toplar o'zlari uchib kelaveradi sizlarga. Biroq bir degan esingizda tutingizlar, tevilgan toplar uchib keladi. Hurmatli do'stlar, oldingizlarda ko'rgan tomosha bu. Qirg'iz el maqoli. Erkakning semizi eshak, xotinning semizi to'shak degan. Mana do'stlar, biz Batkenga ayavay so'zga chechenalik kelamiz-da. Misolga olib qarasak, mana Olimpiada degan so'zi Batkendan kelib chiqqan. Sebebi bizda mana Alim degan aka bor-da. Ana Alim qayoqdasi Alim o peshkom keldi deydi. Peshkomni Batkenda piyada deb qo'ydi-da. Alim qonasi Alim o piyada keldi dedi. Qayoqdasi Alim piyada keldi dedi. Olimpiada so'zi bizdan kelib chiqqan do'stlar. Hurmatli do'stlar, oldingizlarda ko'rgan tomosha bu kecha do'stlar men rassa ichib o'rmalab qolibmiz degan tomosha. Qirg'izlar ayavay so'zlarga boyal keladi emasmi? O'shanday so'zlardan biri dag'in. Qizning 40 chachi ulug' deydi, biroq betne tushib judagandan ko'ra yigitni mana kalta chachi suluv deydi. Biz Qirg'izistonda har qanday oblastlarda studentlar zachotlarda har qanday topshiradi ekan. Olg'achira tavaslik studentlar zachot qanday topshiradi ekan? Ko'raylikchi. Gaga. Ben tavaslik student.
Salam aleykum. Agay, tere. Aleyküm assalam tir. Agay, men o jolda kelip otur edim. Jolda studentler oturup oturgan eken, emne kılıp otursunlar sen zaçotka dardan oturubuz deyt, tere deyt. Kelvatar. Ha, zaçot okuruq ele geldin mi? Jabile üstü camda iki ta fura men aldımda, kamer camda iki çolka men aldımda, gaylemle Bol. Maqtanma, men atalasam düşünem, bol, maqtanma. Nayla aytırçı, kuruq ele geldin mi? Emme, bir meşek fasol alıp kelgem. Ha, oşonda ele desen ken. Ma koyup berip koysun. Rahmatır. Eştek getir. Urmatlı tuğanlar uşuleli zaçottu Oş şahrında kanday taşart görüyoruz. Salam aleykum domla. Wa aleykum assalam, gelin. Olay domla. Yaxşı mı? Oyunlar, dadamlar. Yaxşı. Xuday yaxşı. Zaçotka geldim. Quruq ele keldingiz men, quruq ele. Domla. Sakkizta tandırsamsa koy yağıda bo'lgan bulqillab turibdi. Yo'q, ha, siz bilasiz. Kelin. Hop. Domla, rahmat. Uyga o'ting, choy qilamiz. Oyinlar, dadamlar. Xo'p, domla. Hop. Urmatlı tuğanlar uşuleli ko'rinish o'zimizning Batkenda. Assalomu alaykum. Va aleykum assalam, agay keling. Keldik. Bu. Shu desangiz mana shu oshdan katta bostirib, choyxonada qotqirib, ko'k choydan ichib olib, nosvoydan otib qo'yib jotamiz agay. Agay nega keldingiz? Zachot qo'yib qo'ying deb. Yaxshi qilasiz, nima qo'yib qo'yingchi. Quruq ele keldingizmi? Yo'q, quruq emas. 4 kilo qanta ko'rik, 2 paket nasbar. Anaga aytib qo'ying, agay mejikilarga Murat qayerda desa, o Mamat Karimning bog'ida jotadi deyin. Kelib tez qo'yib ketsin, maylimi? Hop, hurmatli o'g'illar, zachot shunday. Avamga jol ayıldan başlanadi deydi. Biroq Qirg'izistonga jol Batkendan boshlanadi do'stlar. Bunda ilgari bizning yoshlar, biz natalarimiz parkka kirishib olib, nazik gullarni tomosha qilchi ekan. Hozir parkda nazik gullar bo'lsa, yoshlar tomosha qilib qoldi. Sizlarda qanday ekan bilmadim-ku. Bizda biz so'nim Batkencha jomoq bor. O'shani aytib beray, men avtor. Batkenda jomoqni do'stlar televizorda monta o'tirib aytadi. Ilgari o'tgan zamonda bir oppoq o'shti g'unajim menen gilagan bir chorni narini buqa bo'lgan ekan. Ama bir kun bozorga sotuvga chiqib, aytay bunday narsani birinchi ko'rganmi, bir ko'rganda o'rtasida aylovli paydo bo'lib qoldi do'stlar. Noshonda narini buqa o'shti g'unajimni ko'zday jo'natdir. Ha, bratan. Ne oldu? Gunajin ko'zini süzmese buqachini uzalmaydi. Gunajin ko'zini süzüptür. Gunajin. Buna ben qarqasam ko'zini süzsang bu sana jiyin üzüp baradi da. Ko'zini süz. Avtor, Qirg'izda yaxshi maqol bor. Uyi vardı, nazı var deb. Şimdi naz qilayın. O'shti uy nazlanıptır. Javoan nazlanadi ekan, o'shtilar. Shunday nazlangan ekan. Bo'ldi, ko'zim süzülüp ketdi, bo'ldi. Gunajin ko'zini süzgan ekan, buqa shartda jiyin üzüptür. Noshente buqa Gunajinga barganda, Gunajin ekenligiga samimiyat saqib qoptir. Buqa Gunajin taşlap ketkende, Gunajin birinci jolu özünün uy ekendigini bilip, oşol uydun armanı dostlar. Atting arman uydu nege jarat eken, jaratıp jaylou jaka aydayt eken. Sap içpey öz uyunu öz egesi, bir önün buqas üçün bağat eken. Biroq dostlar, Batkende jomoqdir aya жақшына бүтөт да. Qirg'izda dag'im bir жақшы söz bor. Uşul söz jonivorlarda bor ekan. Suyu joshqa qarabay,
Bu neme narındık bukalar, hunacım bu, uy bu, ılgavay degen. Hurmatlı dostlar, özümüzün tamaşalarımızda, özümüzün cımoktoruzga arnadık turabı. Mına, Bişkekte 3 gün жүрүп dostlar. Bir nerseye köp oldum. Ушул жана нан бар го, жөн эле нан. Ушуну эркелетип, лепешка, лаваш дешип өткөн. Буханка дейт. Мага жакпады. Мен айылдагы апамдын жапкан тандыр нанын сагындым дос. Балдар, мен айылымды сагындым. Достор, сен кандайдыр 3 күн ичинде ушунча нерсе сагыныпсыңар. Бирок билесиңерби? Мына Россияда, Казакстанда иштеп жүргөн кыргыздар Кыргызстан сагынганын билесиңер достор. Амна Кыргызстан эмнени сагынды? Кыргызстан жаркын жашоонун сагынды достор. Кыргызстан эмнени сагынды? Кыргызстан 20 жылдан бери өзүнө татыктуу президент сагынды достор. Ал эми Кыргызстан неден тажады достор? Кыргызстан ар түрдүү мына алдамчы аферисттерден, күнүмдүк митингдерден тажады достор. Дагы бирдеке, неге постоянно Баткен эстен чыгарып көрөтүн олар? Качан болсо Баткен крайний, эч ким Баткенди моктобойт. Биздин жолдор качан асфальт болот? Качан бизде Москвичтер, Мерседес болот? Мурат, Качан эми? Айшереме окшош эркелеткин. ким баласы? Апам баласы. Ким баласы? Апам баласы. Шварценеггердин баласы, сурай бересиң кайта. Мына достор, сахнада турган 3 жигит билесиздер эмнени сагынды? Сиздердин бакырып кол чапканыңыздар сагынды. Сиздердин алдыңызда Баткен областынын Кызылкер шаарынан келген КГБ командасы болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чара